Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Sizlar bilan Topik 102-imtihonini 9-o'qish, ya'ni ilk savolini birgalashib tahlil ko'rdik o'tgan dars. Bugun endi navbat 10-savolga keldi. 10-savolda ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda turli xil jadval, grafiklar beriladi va o'sha asosda to'g'ri javob topishimiz kerak bo'ladi. Eng oson yo'lini tushuntirishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Birinchi bo'lib kelib 3 ta qadam sanab olamiz. Foizlarni bilib olishimiz kerak. Ketma-ketlikda raqamlar olsak juda ham oson bo'ladi. Eng katta foiz Kagok ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi o'rinda ekan 48% bilan. Undan keyin qaraymiz 25% bilan Yoheng Sangpumi Taeyong-song turibdi, ikkinchi o'rinda. Keyin 3-o'rinda bizda Hweshae Kyumo turibdi, 3-o'rin. Keyin Iyong-hugi turibdi, 4-o'rin. Kita bu 5-o'rin. Bo'ldi. Biz hatto buni tarjimasini ham qilishimiz shart emas, prosta o'rin qo'yib olishimiz kerak. 1-o'rin, 2-o'rin, 3-chi, 4-o'rin bo'ldi. Endi asosiy narsani qilib oldik va cho'g'ib darajada o'tilgan so'zlarimiz bor. Baland, past, o'shalarni bilishimiz kerak. Bu so'zlar nima? Asosiy so'zlarimiz. Birinchisida qaraymiz, Chungyo hada bor, Kajang natta so'zi bor. Panel nomninda so'zi bor. Keyingisida tupe isangbanta, keyingisida to chokta so'zlari bor. Kajang natta, ya'ni eng past degani. Kajang nopta, kajang manta eng baland degani. Farqi shu. Keyingisida panel nomninda turibdi. Yarimidan ko'p, ya'ni 50% dan yuqori bo'lsa ishlatiladi. Tupe isang manta turibdi. Tupe bizda 2 baravardan ko'proq degan ma'noni bildiradi. Tochokda yanada kam degani. Bo'ldi, bu so'zlarni bilishimiz shart hisoblanadi. Chunki cho'g'ib darajada o'tiladigan so'zlar bular. Hajabi shularni bilishimiz kerak. Endi 3-qadamda nima qilamiz? Bitta solishtirib ko'ramiz. Birinchi anaqani ko'ramiz, variant tekshiramiz. Birinchi variantda aytayaptiki, tarjimasini ham bilishimiz shart emas. Mana bu so'z Chungyo hada, ya'ni muhim deb o'ylaydiganlar deyapti. Keyin aytayapti Intaphan Pyuri Kajang natta deyapti. Ya'ni muhim deb o'ylaydiganlar, ya'ni javob bergan foizi eng past deyapti. Qaraymiz, Hweshae Kyumoni topamiz. Kyumoni bu 3-o'rinda turibdi. Bizda eng pasti 5%. Demak, buni olib tashlaymiz. Ikkinchi variant, narxini muhim deb o'ylaydigan odamlar panel nomninda boya ham aytdik. Panel nomnindani eslida bo'lsa, bu esda qolsin, yarimidan ko'p dedik, 50% dan yuqori dedik. Narxi qaraymiz, Kagok. Yarimidan ko'pmi? Yarimi 50%, 50% dan baland bo'lishi kerak, lekin bu past. Demak, 48% bo'lgani uchun bu ham xato, X hisoblanadi. Keyingisi Iyong-hugi turibdi. Iyong-hugini belgilaymizda va Yoheng Sangpum turibdi. Yoheng Sangpum Taeyong-songni belgilaymiz. Aytamiz. Qarang, tarjima qilmasligimiz ham shart emas. Iyong-hugi Sayong Sangpumga qaraganda muhim deb o'ylaydigan javob berganlar yanada 2 barobar ko'p deyapti. Rostdanmi? Birinchi Iyong-hugini qaraymiz. Iyong-hugida 9% turibdi, to'g'rimi? 9. Keyingisi Yoheng Sangpumda 25 turibdi. 2 barobar ko'p emas-da, to'g'rimi? 2 barobar ko'p bo'lganda 9 ga 9 18 bo'lishi kerak. Lekin bu yerda 25 turibdi, demak bu ham xato. Va so'nggisi 4-variant qaraymiz. Yoheng Sangpum Taeyong-songga qaraganda Hweshae Kyumoni muhim deb o'ylaydigan odamlar yanada kam. Yoheng Sangpum bil qaraymiz 25%, Hweshae Kyumoni qaraymiz 16%. Yanada kam dedi. Ya'ni 3% bilan 2% turibdi. 2% ko'p, 3% kamligini isbotlab turibdi. Demak, to'g'ri javobimiz 4 bo'ladi. Ko'rib turibsiz, mana oddiy ketma-ketlikda ko'rdik, tekshirdik. Oddiy qaraganda 25% ga qaraganda 16% kam. Shuning uchun ham to'g'ri javobimiz 4 bo'ladi. Biz mana bu turburchakka olib chiqdik-ku. Shu joyini tarjima qilmasdan turib ham, ya'ni bu belgilanganlarimiz tepadagi jadval ko'rsatkichi hisoblanadi.
faqat ketma-ketligini bilib, to'g'ri solishtirsak ham bemalol to'g'ri javob topsa bo'ladi. Bunda eng muhimi aynan 9-10 darsda, ayniqsa 10da tushadigan past, kam, ko'p, katta, kichik ifodalar bor. Shularni yodlab olsanglar, qolganini tarjima qilmasdan, ya'ni nima deysalar, asosiy variantda bilmaydigan so'z chiqsa ham, lekin garant, ya'ni eng ko'p foydalanilgan so'zlarni past, baland, yarmidan ko'p, yarmidan kam, dan ko'proq, dan kamroqga qaraganda shunga oid so'zlarni yodlab olsangiz, 10-savol qismida qiynalmaysiz. Savol bilmasangiz ham, lekin asosiy nuqtani bilasiz, tarjimasini. Shuni hisobiga iloji bo'lsa yodlab olinglar. Agar kimdadir yo'q bo'lsa bizga yozsanglar Telegramdan, biz sizga to'liq 10-dars, 10-savolda tushadigan so'zlarni ro'yxatdan tashlab beramiz. Yodlab manfaatli bo'ladi deb o'ylayman sizlar uchun. Keyingi testimiz bu 11-savolda sizlar bilan ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.